Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endi birinci islaha 2022 8. ayının 3. günü haftaga Perşembe vatandaş. Endiki mavzumunda bir neçe nefer Cumhuriyetçiler Partisi mensupları, Devlet Meclisi azaları, Devlet Meclisi de Prezident Joe Biden hükümetiga Cumhuriyet Partiyasining kishilik huquqni dafsanda qilish harakatlariga zarba berishga haydakchilik qilib, Şinjanga, Uyg'uristonga munosabatlik embargo qilish siyosatini amaldan qoldirishga qarshi Mavzuli xabar 8. ayning 3. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi kechiringlar. Avam palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasining bir necha nafar mansublari Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga va Amerika Savdo Ministerligiga xat yozib, Jungoning Şinjangda kishilik huquqni, Uyg'uristonda kishilik huquqni dafsanda qilishiga munosabatlik Amerika e'lon qilgan embargo siyosatini bekor qilishni talab qilganligi to'g'risida diqqat qiladiganligini bildirdi. Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komitetining a'zolari haftaning 3. kuni, ya'ni 8. ayning 2. kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnell, Tashqi Munosabatlar Komiteti, endi Tinch okean gruppasining raisi Yanki ve Avam Palata Amerika Cumhuriyet Partiyasi Strategik Raqobat Favqulodda Komitetining raisi Mike Gallagher qatorliq 3 nafar Cumhuriyetçiler Partiyasi mansublari Devlet ishlar kotibi Antony Blinkenga imzoli xat yozib, Cumhuriyet Partiyasining Amerikaning Şinjangda mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquqni dafsanda qilishiga munosabatlik e'lon qilgan embargo siyosatini bekor qilishni talab qilganligi to'g'risida. Bundaq bekor qilishni zaharlik, chekimlik fentaynini cheklash bilan sodalashmoqchi, destek qilmoqchi bo'lganligi to'g'risida diqqat qiladiganligini bildirdi. Davlat Majlisi a'zolari yozgan xatida mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Partiyasi Amerikalikning hayotini sodalashadigan destek qilmoqchi bo'lganligi, bu orqali o'zining kishilik huquqni dafsanda qilishlarini embargo qilishni azaytmoqchi bo'lganligidir. Biz ehtiyotchanlik bilan ish qilishimiz kerak. Uning quruq va'dasini qo'lga keltirmak uchun Amerikaning negizli kishilik huquq qarashlarini murassaga qo'ymasligimiz lozim. Davlat Majlisining bu a'zolari yana mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika hukumati shunday qiladigan bo'lsa, Prezident Joe Biden aytgan kishilik huquq bizning tashqi siyosatimizning yadrosidir degan so'zni inkor qilganlik bo'ladi. Biz eksportni tizginlashni va embargoni bekor qilish orqali Jungo bilan hamkorlashishni qo'llamaymiz. Biz hozir qonun turg'izishni o'ylashyapmiz. Qonun tuzish orqali ma'muriy doiralarning Davlat Majlisini oylanib o'tilmaydiganligini kapolatga ega qilamiz deb ko'rsatdi Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasi mansublari a'zolari. Reis Michael McConnell 7. ayning 24. kuni Wall Kechisi gazetida e'lon qilingan bir parça xabardan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Jungo amaldorlari Amerika Jungo Jamoat xavfsizligi ministerligining moddiy dalillar taftish markazini
embargo qilishni amaldan qoldirishi kerak. Bekor qilish birlashib zaharlik chekimlikni cheklashning oldingi sharti qilinishi kerak degan edi. Demak buni Wall ko'chisi e'lon qildi, lekin bu talab Xitoylarning, hozir Xitoy hukumati, Xitoy ma'murlarining talabi, bo'libmi Tashqi ishlar ministrligining talabi. Onasi bugun halqılık paytlar programmasida dediki 2 hafta ilgari Jungoning tashqi ishlar ministri, bugungi ministri vaqtida diplomati Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uristonga munosabatlik e'lon qilgan embargo siyosatlarini bekor qilishni talab qilgan edi deb ko'rsatdi bugun. Halqılık paytlar programmasida vatandoshim. Demek bu yerda hozir yana bir siyaset jirekleşiş yoki yana bir siyosatda oshkorlik. Masalan, Jungoliklar nima talab qilyapti Uyg'uriston Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida. Bunga Amerika Qo'shma Shtatlarining tutgan pozitsiyasi nima? Birinchi bo'lib Tashqi munosabatlar komitetining raisi Avom palatasi Michael McConnell qo'llamaymiz. Embargoni bekor qilishni qo'llamaymiz. Buning badaliga Jungolar hamkorlashishni qo'llamaymiz. Mana bu Amerika Davlat Majlisi erkaklar, o'g'il bolalar bor. Mana o'g'il bolalarning qilayotgan gapi vatandosh. Siyosat mana shunday. Davlat Majlisining qonuni bor. Davlat Majlisi a'zolari bor. Ularda mardlik va ulug'lik, donolik bor. Bu o'tkal, yomon o'tkal. Xitoy hukumati bu o'tkaldan masalan Davlat Majlisi o'tkilidan darhol o'tib ketalishi notoy vatandoshlar.